Mashina navorotlikdan qidirib yurganlar uchun mana tayyordan keldi. Polni shumka qilingan, akustikalari yig'ilgan tayyor mashinamiz degan 2017-2018-yil. Mashinacha 17 li diskali turibdi. Amerikanka faralar, tonirovka ruxsatlari bor. Bir oy qolgan ekan. Amerikanka farani ham biletlar qo'yilgan, ikkitalik qilib danli bilishimlariga aloqaga chiqsanglar banklar ham qilib beriladi. Mashinamiz $9600 narxi. Mana salonlari polni terilgan. Ishlari hamma joylari mana. Avtotikan patologlari, Magicar pult, 7/5 magnitofon, Malibu bar, rollari ham elektronik qilingan ekan, orqalarigacha ham power banklarni ham titanlardan qo'yilgan ekan. Aloqaga chiqsanglar mana evakuatorlik, polni shumka bo'lgan mashinamiz, krilo, kapot, mana 2018-yil berkalari. Aloqaga chiqaverasizlar, orqalarida optiralari bor, 4-pakelini propan, mana titanat, apokalipsis, uslitil, gerts, uslitil hammasidan qo'yilgan. Kalonkalar mana orqasi propan, mana shumkalar bo'lgan. Aloqaga chiqinglar, mashinamiz 9600 ga polni navorot qilingan, bunaqa Gentra har doim kelavermaydi. Mashinacha polni qilib taxlangan, kelib ko'rib bemalol savdo qilib olsanglar bo'ladi. 1-2 so'm o'tib beradigan joyi bor, unaqa ko'p o'tmasa ham kamroq o'tib beramiz. Mashinacha olov bo'lib turibdi, orqa krilosi bilan bagajda kraskasi bor. Tekshirib olasizlar, motorlari ochilmagan, 144 ming probeg, halol probeg, bir qo'l minilgan. Bosib tashlaylar, aloqaga chiqinglar, mashinamiz joyimizga turibdi. Kelaverasizlar, egasini o'zidan premo bo'ladi. Mashina o'zimizga tegishli. Bir jiyanim mashinasi bo'ladi. Mashinacha qimmat chexol, polik hammasi qilingan. Xullas kamchilik yo'q. Описание nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Tayyor mashina qidirganlar uchun mana.